Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joylarda prezident maktablari faoliyatining yo'lga qo'yilganligi bilimli va ma'naviyatli, zamon bilan hamnafas hamda dunyoqarashi keng bo'lgan yoshlarning tarbiyalanishida o'ziga xos zamin yaratdi. O'z navbatida ushbu ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarining bir-biri bilan yaqin hamkorligi, turli tadbir va tanlovlarning o'tkazilishida ham muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Qarshi shahridagi prezident maktabida o'tkazilgan ana shunday tadbir tafsilotlari muxbirimizning hozirgi lavhasidan o'rin olgan. Termiz shahridagi prezident maktab bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda so'z olganlar bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning iste'dod va qobiliyatlarini rag'batlantirish, sport, san'at, ilm-fan va turli yo'nalishlarda yetishib chiqayotgan yigit-qizlarga alohida e'tibor qaratilayotgani, bu esa o'zining ijobiy natijasini berayotgani kabi muhim fikrlarni aytishdi. O'z navbatida ikki hududning ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari ham faol va iqtidorli, salohiyatli yoshlarni tarbiyalab kelayotgani, ular ertangi kun uchun munosib insonlar bo'lib, ulg'ayishlari yo'lida samarali ishlar olib borilayotgani alohida e'tirof etildi. Bu anjuman har yili davom etyapti va biz bu yilgi mehmonimiz Termiz shahridagi prezident maktabi hisoblanadi. U yerdagi ustozlar va o'quvchilar tashrif buyurishgan, ular o'quvchilar va ustozlar yana qaytadan mustahkam aloqalar o'rnatib, sport sohasida, ilm-fan sohasida, ijodkorlik, kreativlik borasida bellashuvlar olib borishadi va bu madaniy tadbirimiz kun davomida davom etadi va bu doimiy ravishda har yil amalga oshiriladigan jarayon hisoblanadi. Tadbirda prezident maktablari tomonidan namoyish etilgan qiziqarli sahna ko'rinishlari, teatrlashtirilgan chiqishlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Tashkillashtirilgan har bir jarayonlarda albatta ikki viloyatning milliy qadriyat va an'analari, urf-odat hamda udumlari namoyish etildi. She'r va qo'shiqlar aytildi, raqslar ijro etildi. Umuman olganda har bir ko'rinish yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Bugun biz Termiz shahridagi prezident maktabidan keldik. 4S deb nomlangan ushbu tadbirimizning asosiy maqsadi ikki prezident maktabi o'rtasidagi do'stona aloqalarni mustahkamlash, o'zaro hamkorlikni yaxshilashdir. Shu bilan bir qatorda yigit-qizlarimizni madaniy, ma'rifiy, ilmiy salohiyatlari, bilimlarini ro'yobga chiqarish, sport va foydali tadbirlar bilan bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishdir. O'ylaymanki, bu tadbir yoshlar o'rtasidagi do'stlik va birdamlik, hamjihatlik aloqalarini o'rnatishda yaqindan yordam beradi. Ushbu tadbir yakunida o'zaro hamkorlik aloqalari davom etishi, bundan ham mustahkamlanib borishi singari muhim vazifa va rejalar kelishib olindi. Ijodiy guruhimiz bilan tayyorlab sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.